Assalomu alaykum. Efirda Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining navbatchilik qismi xabarlari dasturi. Hafta davomida viloyatimiz ichki ishlar organlari tizimida sodir bo'lgan voqea va hodisalar tafsiloti bilan yaqin daqiqalar ichida tanishishingiz mumkin. Dastlab bugun e'tiboringizga havola etiladigan xabar va lavhalarning qisqacha sharhiga to'xtalib o'tamiz. Kriptoaktivlar bilan noqonuniy shug'ullangan fuqaro fosh etildi. Soxta xodim qo'lga tushdi. Giyohvand modda sotayotgan shaxs ushlandi. Qizil toifadagi mahallalar o'rganilmoqda. Joriy yilning 6-sentyabr kuni Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurash boshqarmasi tezkor xodimlari tomonidan respublika miqyosida o'tkazilayotgan xavfsiz kibermakon tezkor profilaktik tadbirlari doirasida navbatdagi qonunbuzarlik holati fosh etildi. Tadbir jarayonida 1994-yilda Andijon viloyatida tug'ilgan fuqaro kriptoaktivlar aylanmasi bilan qonunga zid ravishda shug'ullanib kelayotganligi aniqlandi. Ushbu shaxs maxsus litsenziya va tegishli ruxsatnomalarga ega bo'lmagan holda budjet platformasi orqali kriptovalyuta ayirboshlash va pul o'tkazmalari bilan noqonuniy tarzda shug'ullangan. Mazkur holat yuzasidan fuqaroga nisbatan Namangan viloyat Ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasida jinoyatlarga qarshi kurash boshqarmasi tergov guruhi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278-8-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlab tergov harakatlari olib borilmoqda. Tezkor texnik chora-tadbirlar natijasida mazkur shaxs 2025-yil may oyidan avgust oyiga qadar 44 ta turli tranzaksiya orqali umumiy qiymati 91,891 USDT, ya'ni taxminan 1 milliard 150 million so'm miqdordagi kriptoaktivlarni ayirboshlab kelgani ma'lum bo'ldi. Shu o'rinda barcha fuqarolarni ogohlikka chaqiramiz. Noqonuniy kriptovalyuta savdosi va ayirboshlash jarayonlaridan yiroq bo'ling. Har qanday shubhali takliflar to'g'risida huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar bering. Unutmang, noqonuniy ravishda kriptoaktivlar aylanmasi bilan shug'ullanish jinoyat hisoblanadi. Joriy yilning 5-sentyabr kuni Toshkent viloyati Ohangaron tumanida yashovchi ayol tomonidan Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik boshqarmasi Namangan viloyat bo'yicha boshqarmasi boshlig'i nomiga ariza bilan murojaat qilingan. Arizada qayd etilishicha, Namangan viloyati Chortoq tumanida yashovchi fuqaro o'zi haqida asossiz ma'lumot berib, ya'ni o'zini viloyat qo'riqlash boshqarmasi xodimi sifatida tanishtirgan holda arizachiga qo'riqlash boshqarmasiga ishga kirishda ko'maklashishini va'da qilgan hamda buning evaziga 2 million so'm pul talab qilgan. Mazkur murojaat yuzasidan shu kuni shaxsiy xavfsizlik boshqarmasi, Namangan viloyat bo'yicha boshqarmasi hamda Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash boshqarmasi xodimlari hamkorligida tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida arizada nomi keltirilgan shaxs arizachidan oldindan kelishilgan 2 million so'm mablag'ni olgan vaqtda qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan Namangan shahar Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 1-qismidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlab tergov harakatlari olib borilmoqda. Namangan shahrida yashovchi fuqaro shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i nomiga ariza bilan murojaat qilib, unda o'zi bilan bir mahallada yashovchi shaxs giyohvandlik vositalari oldi-sotisi bilan shug'ullanayotganligi holati yuzasidan ma'lumot berib, bu holatga qonuniy chora ko'rilishini so'ragan. Arizaga asosan viloyat ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi tezkor xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda arizada nomi keltirilgan shaxs shartli xaridorga va'da qilingan giyohvandlik vositalarini 2 million 500 ming so'mga sotayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Shundan so'ng tergovga qadar tekshiruv harakatlari davom ettirilib, fuqarodan saqlanishi taqiqlangan narsalarni taqdim etishi so'ralganida u yonida bo'lgan bir bo'lak jigarrang tusdagi yopishqoq o'tkir hidli moddani taqdim qilgan va ushbu modda ham xolislar ishtirokida tekshirib ko'rish uchun olingan. Namangan viloyat Ichki ishlar boshqarmasi ekspert kriminalistika markazining xulosasida shartli xaridorga sotilgan moddaning tarkibida tetragidrokanabinol moddasi mavjud bo'lib, ushbu modda gashish giyohvandlik vositasiligi, vazni 23,91 grammga tengligi ko'rsatilgan. Mazkur holat yuzasidan Namangan shahar Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25-273-moddasi 5-qismida jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumon qilinuvchi Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlangan hamda unga nisbatan qamoqqa olish tarzi ehtiyojsiz qo'llanilgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan dastlab tergov harakatlari olib borilmoqda.
Bejizga giyohvandlik moddalariga ajal og'usi deya ta'rif berilmagan. Ushbu moddalar insonlarning salomatligini izdan chiqarib, ularning, aniqrog'i jamiyatning kelajagiga rahna soladi. Yon atrofga befarq bo'lmagan insonlar sabab bugun yana bir og'u furushning faoliyatiga chek qo'yildi. Aziz hamyurtlar, ogoh bo'ling. Bordiyu siz ham shubhali holat yoki shaxslarga duch kelsangiz, bu haqda tegishli idoralarga xabar bering. Kosonsoy tumanidagi O'zbekiston mahalla fuqarolar yig'ini jinoyatchilik darajasi yuqori bo'lgan qizil toifaga kiritilgan hududlardan biri sanaladi. Shu munosabat bilan mahallabay ishlash tizimi yo'lga qo'yilib, bir qator profilaktik tadbirlar tizimli o'tkazilmoqda. Navbatdagi tadbirda dastlab xizmat oldi yo'riqnomasi tashkil qilinib, unda mahalla faollari ham ishtirok etdilar. Yo'riqnomada aholining muammolarini joyida hal qilish, xavfsizlik choralarini kuchaytirish va jinoyatchilikni oldini olishga qaratilgan vazifalar belgilab olindi. Patronaj tibbiyot xodimlari profilaktika inspektorlari bilan hamkorlikda xonadonbay yurib, bemorlarning ahvolidan xabar oldilar. Ular bilan suhbatlar o'tkazildi. Qo'riqlash xizmati xodimlari savdo markazlari va do'konlarga kirib, signalizatsiya tizimiga ulanish tartibi va uning qulayliklarini tushuntirishdi. Hudud profilaktika inspektori avtomashina haydovchilari bilan uchrashib, belgilangan tezlikka rioya qilish, harakat xavfsizligi qoidalari va zarur hujjatlar bilan tanishtirdi. Shu bilan birga ov quroliga egalik qiluvchilarning uylariga borilib, qurollarning saqlanishi va guvohnoma seriya raqamlari tekshirildi. Mahalla ko'chalarini aylanib chiqish jarayonida xonadon egalari bilan muloqot qilindi. Aholi murojaatlari tinglandi. Kiberxavfsizlik oyligi doirasida fuqarolarga firibgarlar tuzog'iga tushmaslik bo'yicha tavsiyalar berildi. Nazorat ostida turgan shaxslar bilan probatsiya xizmati xodimlari va psixologlar ishtirokida suhbatlar tashkil etildi. Tahlil sifatida shuni ta'kidlash joizki, bu kabi chora-tadbirlar nafaqat jinoyatchilikni oldini olish, balki aholi va huquqni muhofaza qilish organlari o'rtasida ishonch va hamkorlikni kuchaytirishga xizmat qiladi. Jamoatchilik bilan bevosita muloqot orqali ko'plab muammolarning yechimi joyida topilayotgani mahalladagi ijtimoiy muhitni barqarorlashtirishga zamin yaratadi. E'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Dasturlarimizni ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Bebaho boyligimiz bo'lgan tinch osuda kunlarimizni qadriga yetish, uni asrab-avaylash barchamizning muqaddas burchimiz ekanligini unutmang. Kelgusi ko'rsatuvimiz orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.